Tezkor gidrometeorik axborot. Assalomu alaykum. Tezkor xabar va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. 2026-yil 2-6 mart kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishi sababli respublikaning tog'li hududlarida, shu jumladan Qashqadaryo viloyati Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyati Boysun, Qumqo'rg'on, Sarosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyati Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyati Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyati Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlari, Chotqol tizmasi tog'larida, Namangan viloyati Pop tumanida qor ko'chishi xavfi e'lon qilinadi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda.